Assalomu alaykum balla. Hozir men naq maydonga chiqdim deyman. Uxlolmay qoldim. Birinchidan qilishimti, agar birasinglar kirgan bo'lsanglar, gap qo'ysanglar, dedim gap qildi buni. Ovozimni chiqayotamdi, uxlamadim. Ishqilib, anglagan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lsanglar, gap qo'ysanglar. Odam kirsa, kirmasa, men so'zlayveray. Keyin yana anglasizlar. Maqsad shu bir necha birsi yaqin yoqi ma bir gapni yoqi bozorni ko'chib ketgan to'g'riliq. Nima uchun? Hamda men uni oldida degan ma o'simlik o'sishi pul baholigi shularniki ta'siridan o'sim o'syotidi. O'simning o'sishi davomlashmoqchi yana. Hamda ikki qitim o'sdi. Bu Fed'ninki, ya'ni Federatsiya bankisiniki plani 10 qitim o'stirmoqchi. Bu yilning ichida 7 qitim, balkim yana 5 qitim bor. Har qitimda o'stiramdi, o'stirmamdi, uni uqmaymiz. Kelay yilda yana davomli 3 qitim. Shunday dedi, lekin uni cho'qim shunday qildi degan gap emas. Ba'zan chog'da o'xshamaydi. O'zgartib nima qildim. Shunga hozir har bir qitim o'sgan nisbatim o'xshamaydi. Ba'zanda 0dan 25% o'syotidi, ba'zanda 0dan 5% shunday o'syotidi. Ba'zanlarda balkim 0dan 75% o'stirishi mumkin. Menimcha undaq nima qilmas. Bundan keyingi o'sim o'stirishlar balkim 6 oyning 14 ma yana birsi bor. Maniki keyingisini aytsa esimga chiqibdi 7 oy, 8 oy, 9 oyki 11 oy hammasi bor. Bularniki hammasi kelar qitimki 5 qitim yig'inda menimcha hammasida 0dan 25% o'stirishi mumkin. Andan keyin may bir necha haftaning ichidagi cho'ng tushish, xilibak tushdi. Buniki jiqroq ma'nisi menimcha hamma odam deyotgan stagflation. Stagflationni men bultur ozroq so'zlagan, ham bizningki to'pdagi bolalarga sal so'zlab bergan. Stagflation birsi iqtisodniki ta'tir menishi. Ta'tir menishidan nimaga qaraymiz? Birsi pul baholigi beklam yuqori bo'lib ketsa, u ta'tir menib yuqori bo'lib ketsa, ana keyin birsi GDP yaxshi bo'lmay tuvanlab ketsa. Hozir u 4-oyning oxiri chiqdimi? 4-oyning oxirimi, 5-oyning beshida u birinchi faslniki 2022 yilniki birinchi faslniki GDP chiqdi. Amerikaniki -1.4% chiqdi. Bu asli o'zniki mo'lcharda bu yilniki GDPsi 3.4% shunday chiqarmoqchi. Hozir 1%, 2% chiqmay -1.4% chiqdi. Shunda bu stagflationniki tarafiga qarab maqdu. Shundan nurg'a odamlar ansirab setayotgan. Kechiringlar. Ana keyin birsi bu o'sim o'sgan vaqtlarda hammasiliqi mol mulklarni yo'tkaydi. Ya'ni o'ziniki mablag' solgan mol mulklarni boshqa narsaga yo'tkaydi. Yana shu zoyimlarga yo'tkaydi. Shunga hozirgi zoyimlarniki nisbatan shunday o'sib ketgan yeri shu. Birsi bultur 1-2% atrofida antovar vaqtlarda asosda 1-5% altlarga chiqqan. Mana shu chog'lar degan, balkim bu yilda 3%larga chiqib ketishi mumkin degan. Hozir 3% chiqib bo'ldi, ya'ni 10 yilniki ana kim oldingi degan bu yield curve yuz berdi deb. Bu 2 yil bilan 10 yilniki nisbati olmish qoldi. Hozir ya'ni joyiga tushdi, 2 yilniki 2-6% atrofida, haligi 10 yilniki 3% chiqib bo'ldi. Odatda 10 yilniki 3% chiqqan vaqtlar har qanday vaqtda paychak bozoriga shunday zarba bo'ldi. Mana shu 2,5% vaqtidan boshlaydi. 3% chiqqan vaqtda shunday cho'ng zarba bo'ldi. Ya'ni keyin yana birsi urush, shu gaz, may pullarni hammasini o'stirayotgani. Buni men bultur ozroq degan, bultur men bunda mo'ljallangan. Balkim bu yil mayning pul bahosi
$120, hatta $150 chiqishi mumkin. Hatta balkim bir kunlam $200 ham chiqishi mumkin degan. U faqatlam bir faraz. Chunki bu uning yuz berishi balkim 100dan 0dan necha persent bo'lishi mumkin. Lekin unda bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Chunki tarixda masalan 2020-yili mining bahasi minus $30 tushgan. Hech kim uni o'ylab boqmaganda, hammadan uni mablag' silib, masalan, hamdadan boshlab $10 tushgan vaqtlardan boshlab o'sdi degan bo'lsa-mu, uni qanchalik tushsa-mu, unchalar manga ziyon bo'lmaydi. Jiq tushsa $0 tushadi. Hammasi shunda jiq pullarni mablag' silib, qo'rqmay mablag' solgan. Lekin ularni hammasi leverage, option, mushta taraflarda ishlatgan bo'lg'achqa minus $30 tushgan. Ularni hammasiga shunchalar jiq ziyon bo'lgan shu vaqtlarda. Hamdi jiq mushuna qarindoshlar mendan so'rabdi. Mushta tushishlar bo'lgan vaqtda biz nima ish qilishimiz kerak, qanday qilishimiz kerak? Birinchisi, men o'qigan kitoblarni hammasida, masalan, Warren Buffett, Peter Lynch bularniki hammasida deydi, hech qanday ish qilmaslik kerak, kuzatish kerak. Chunki ba'zan chog'da bu bozorniki pajakning bahasi bilan rasmiy shu shirkatniki asli qimmati o'xshamaydigan yo'lda mavjud. Shunaqa bundaq chog'da hech qanday ish qilmasanglar bo'ldi, yo ilib, yo setib qilmay, sal-pal bozorning kayfiyati yaxshi bo'lishga boshlagan vaqtlarda sal boshlashlar emas, uni boshlashni kuzatib bo'lmaydi. Ba'zan sal boshlaganda qilib yana tushib ketishi mumkin. Lekin sal-pal yaxshiroq bo'lgan vaqtida keyin yana ozroq setib olib, yo sal o'ngishib qilsanglar bo'ldi. Ikkinchisi yana qanday qilsanglar bo'ldi degan chog'da, mushtaq sal-pal yaxshi bo'lgan vaqtida, sal-pal o'sib qolgan vaqtida, keyin yana davomli shundoq kayfiyati yana davomli nachar bo'lishi mumkin deb qarayotgan vaqtimizda qurilmamizni sal-pal o'zgartirsak bo'ldi. Ya'ni ozroq xatarlik. U chog'da shu pajaklarimizni hammasini qaytadan bog'laymiz. Bog'lashda shu PE bilan PS ratioga jiqroq qarsanglar bo'ldi. Shunday oson bog'lash, undan murakkablari bor, lekin odatdan bu PS bilan PE ratio qarsanglar ham jiq narsalarni bog'lab chiqara olasizlar. Bunda xatarlik vaqtlarda PE 15 dan eshib ketmasin, eng yaxshisi. Lekin agar rasmiy yaxshi sifatli kelgusi shundoq ishonchli shirkat bo'lsa, undan sal-pal yuqori bo'lsa-mu bo'laverdi. Masalan, 20 atrofida. Lekin 20 dan yuqori bo'lsa-mu, shu yaxshi sifatli shirkatlaringlarni sal tanishib olsanglar bo'ldi. PS 5 atrofida bo'lsin, 5 dan yuqori bo'lmasin. PS degan price to sales ratio, P degan price to earnings ratio. Bu ikkisi yaxshi qaranglar, qaytadan bog'lab qo'yinglar. Agar reklam yuqori bo'lsa, sal chiqarib yetib, qolgan fursatları bor. Shu PS, PE'lari yaxshi, o'zim shunda sifatli kelgusim yaxshi. Shu shirkatlardan qayta olsanglar bo'ldi. Andan keyin bu shundoq sifatli shu shirkatlarmi davomli yana tushishi mumkin. Shunga balkim shu sal-pal chiqarib olgan pullarni shu hozirgi vaziyatga, sohaga tushadigan mol-mulklarga mablag' solsanglar bo'ldi. Masalan, zoyum. Hozir eng jiq olayotgan narsa zoyum. Zoyumni qanday olsanglar bo'ldi? iBonds. iBondsni olsanglar ham bo'ldi. Andan keyin yana shu hozirgi shu muhitimizga vaziyatlarga yaxshi kuzatib, masalan, hozir viruslar tugdi. Shunga bunaqa mos keladigan shundoq pajaklar bor. Masalan, hozir viruslar tugagan kambanda sayohatlarni boshlaydi. Ya'ni shunday jiq pullar bor. Bunday shirkatlar masalan ko'ngil ichish deydi. Masalan, aerodromlarniki shirkatlari, yo bo'lmasa hotellarniki shirkatlari, yo bo'lmasa Airbnb, Bookings deganlar, shularni hammasi shundoq yaxshi mumkin. Mush necha oymi shunday yaxshi mandi amaliyotda. Sal-pal tushgani bilan boshqa shirkatlarga qaraganda unday jiq tushmadi. Andan keyin yana qanday qilsanglar bo'ldi degan so'da, masalan, shu olgan shu shirkatinglardan shunchalik tushib, mayli 60-70% tushib ketib, ko'nglinglar shundoq yerim bo'lgan vaqtlarda berib
shu şirketinglarni ko'rib qinglar. Berib shu mahsulotlarni qaytadan qarab qinglar, qaytadan ishlatib qinglar. Shuniki kelgusiga yaxshi qarab qinglar. Masalan, bunda men mundaq deb beray. Am, Mushu 2000 yili dot-com bubble yerilib, krizis cho'ng krizis bo'lgan chog'da, u chog'da krizis 3 yilgacha davomlashgan. Shu vaqtlarda Amazonniki paychiki shunday bek tushib ketgan. Hozir Amazon fikrimiz shunday yaxshi shirkat, lekin u chog'da hammadan Amazon bo'larmi, bo'lmasmi, balkim A shirkat bo'lib qolarmi, M shirkat bo'lib qolarmi, uningda yaxshi chiqarmi deb hozirgi shu biz ko'rayotgan ba'zan yangi shirkatlarga o'xshab qoldi. Masalan, Palantir, Teladoc, shularni hammasi shunday tushdi. Shularga o'xshab qolgan bir shirkat shu vaqtda. U vaqtida shu yaqinda shu Jeff Bezosniki bir xatini ko'rdim men. Uni nima deyapti degan chog'da bizningki shu dot-com bubble vaqtida, krizis vaqtida bizning shirkatimiz eng yaxshi ilgirlagan vaqtlar shuti. Shu vaqtlarda yiliga bizningki 30-40% dan shirkatimiz kengayib mangan. Dunyoning har qanday yerlarida shu torbatlarimiz ishlatishga boshlagan. Eng jiq o'sgan vaqtimiz shu. Amaliyotda bizniki shirkatimizning qimmatini bag'lagan vaqtimizda shu eng qimmat mustaq ilgirlagan qimmatimiz shunda eng ilgirlagan vaqtlar shu. Lekin paychak baharimiz ta'turga mangdi. O'zimizning qimmatini bag'lamadi u chog'da. U chog'da bizning paychak baharimiz $113 dan eng yuqoridan $6 ga tushib qolgan edi. Mushtaq ahvollar yuz berdi. U faqatla shu balkim geopolitical masalalardan bo'lishi mumkin yoki boshqa qarqu masalalardan bo'lishi mumkin. Yoki shu bozorniki kayfiyati shundoq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Hamma paychaklarni tanlab tushirib, mayli pul tepatamdi, qimmatini yaratatamdi, ilgirlayotamdi, ular bilan kori yo'q. Hammasi sot. Mushtaq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqa berib shu mahsulotlaringlarni qaytadan ko'rib qinglar. Masalan, Tesla'ning paychikini olgan bo'lsanglar, Tesla'ning shirkatlari berib ko'rib qinglar. Odamlar setib olib boramdi. Bu mashina rasmiy yaxshimi degandek. Masalan, men oldingi hafta nimaga bordim? VR o'ynab keldim. VRda shu Unity'ning paychikini shunday yaxshi ko'rman. Bu shirkatni shunday yaxshi ko'rman. Uni kelgusi shunday yaxshi. Lekin shu yaqinda eng yuqori $200 chiqqan. Men $90 dan olgan, $200 chiqqan vaqtida sotmagan. 100% ish ketganda hozir $30 tushib qoldi. Lekin uning kelgusi cho'qimlam shunday yaxshi. Men yaqinda shu oldingi hafta VR o'ynab keldim. Unity'niki. Unida shu olam bo'shliqlariga chiqib, butun hamma yulduzlarni shu yerdan ko'rib, degandek ananikin hushyor otga minib, hatto shu Muhammad alayhissalomniki shu davrdagi o'z ayni chiqargan hikoyalarni shu yerda o'z ko'zim bilan ko'rib, shundoq hamma narsaga shunday hayron qoldim. Shunday yaxshi ko'rdim. Uniki boshqa nurg'un boshqa uyalarim bor ekan, topancha etishadigan, bu qo'rqinchli andamida degandek. Shunday mahsulotlarni berib ko'rib qolinglar. Shunda ko'ngillar balkim ozroq bo'lsa-mu xotirjam bo'lishi mumkin. Andan keyin men bu boshqa jiq so'zlamay, yana birsi shu kripto to'g'riliq. Kriptoni mendan ba'zilar so'rabdi, kripto bek tushib ketgan aqlimiz. Men o'zinglar yaxshi ko'rsizlar, agar mening o'zinglar yaxshi bilsizlar, mening videolarimni ko'rayotgan bo'lsanglar, men kriptolarga uncha pek kirishmagan. Men bunlar ma'zaldan kriptolarga unda kirmanglar bu deb to'pladim. Ba'zan bolalar bo'ldi. Bu gaplardan sal-pal talishib qolgan yerlarimiz bo'ldi. Men azaldan deb keldim, qimmati bor narsalarga mablag' solinglar deb. Qimmati yo'q narsalarga mablag' solamiz biz amaliyotda. Ulardan qaysi qimmati bor, qaysi qimmati yo'q. Shulardan men ayrim qilib so'zlab beray. Lekin men bultur $400 kriptoga mablag' solgan. Bundan jiqroq Bitcoin bilan Ethereum soldim. Qolgan topdagi bolalarimiz qildi.
Coinbase effect qilib, Coinbase deganda chiqqan shu kriptolarga ularga mablag' selib, bir 10 necha aşınçılık batı. Səlbət ösə, yəni amlaşdırıb, bunda uzun saxlamadım. Mən şu çağ degan cix bolsa, bəlkəm bu yil 4-cü aylarga saxlayman, ki setib etmədim. Lekin mən bu yil 1-ci aylardalam hamısını chiqarib etgan, setib olgan. Shu vaqtlarda sal-pal o'zgarish bo'lgan vaqtlar. Shunaqa bu kriptodimi men o'zimmi bilimim unchalik jiq emas, lekin men uniki kelgusini jiq ko'rolmadim. Ba'zan bolalar deydi u mushu internet kompyuterlarniki taraqqiyot vaqtida shunda ilgirlagan. Hozir kriptolarniki ilgirlishi bu kompyuter internetlarning ishtik bo'lib ketdi. Undan ishtik ilgirlayotdi deb. Lekin kripto Bitcoin chiqili 14 yil bo'ldi hozir. Men hech qanday uniki amaliy hayotimizga foyda olib kelgan yoki ishlatgan hech qanday narsani ko'rmadim. Amaliyotda shunisi ishtik ilgirlagan bo'lsa, 14 yilning ichida nurg'un narsalarni o'zgartib bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men ularning nimasini ko'rolmadim. Shunaqa nurg'un shu negativ yerlarni ko'rdim. Shuna bundan jiq so'zlamay. Anaki ba'zan bolalar yana so'rabdim shu pachaklarda, shu Amerikaniki pachaklarida qandoq shu harom, halol shunaqa pachaklarni qandoq tanlaymiz deb. Bunida men jiq nim qilolmayman. Lekin men o'zimmi bir musulmon bo'lgan suhbatim bilan u narsalarga diqqat qilmayman. Diqqat qilib nurg'un yerlarga kelgan vaqtlarimda shu jiq narsalarda amaliyotda buniki rasmiy halol haromligini tepishning shunday tasligini ham ba'zan chog'da mumkin emasligini bildim. Shunaqa men bu taraflardan yana diqqat qilmay, yana shu bizning Uyg'urlarniki zo'rlangan emgak tarafdan chetilib qolgan shirkatlar bormi yo'qmi shularga bakrak diqqat qilmay, unimi o'zim shu mustaqil fikrim bilan analiz qilib rasmiy nimasi bormi yo'qmi deb. Masalan, ba'zan rasmiy chetilib qolgan shirkatlar bor, ularga hargiz mablag' solmayman. Masalan, ba'zan atalmish, ba'zan biz mau chetilib qolibdi deb amaliyotda chetilib qolmagan pachaklarni bo'lishi mumkin. Masalan, Tesla'dek. Tesla yaqinda shu bizning vatanda bir nimasini ochdi, o'zining do'konini. Bunidan nurg'un odamlar qoqchi demdi. Bizning Uyg'urlarning vatanda misol ichibsa anda bunda deb. Lekin men bunida rasmiy bizniki Uyg'urlarniki zo'rlangan emgak tarafdan chetilib qolgan hech qanday yerini ko'rmadim. Lekin meniki analizimda bu balkim bu Xitoylarga zarba berishmi shundan muhim hozir. Amal bor shularniki bular iqtisodda shunday kuchli bo'lg'achqa bizlardan nurg'un yerlardan kontrol qilyapti. Amal bor bularni qo'ldan mushtaq pullarni tortilishimiz kerak. Bu Xitoylarmi amal bor shu Amerikalik bulardan shu pullarni tortilish uchun shunaqa kurash qilyapti o'zining shirkatini mushtaq e'lon qilib undan ularniki narsalarni o'g'irlab degandek. Bu Tesla chiqqandan yoqi, masalan, men bulturmi Tesla to'g'riliq bir video ishlaganman shu Xitoylar Teslaga zarba beryapti deb yolg'on e'lonlarni chiqarib, Tesla anda qildi, mandaq odamni suqvatdi deb o'zininki mau elektronlik mashinalarini e'lon qilib qaytadan masalan, Nio deydi, Village deydi, mushlarni ko'z tutish uchun Teslaga chiq zarbalarni bergan. Amal va shu o'zininki narsalarni setib, xalqlarning pulini avlish uchun. Lekin bu yerda Tesla qanday qilyapti degan chog'da, shunda bo'lsa-mi, Xitoylar bu Teslaga shunda amroq bo'lg'achqa, shunda jiq setib olib bu meningcha, mening shaxsan ko'z qarashim, balkim xato bo'lishi mumkin. Xitoylarning pulini yulib olyapti. Shu taraflardan ham bu Xitoylarniki boshqa elektronlik mashinalarga bergan zarba taraflardan meningcha yaxshimiki deb o'ylab qoldim. Balkim yaxshi emas yerlarim bordu. Bundan yana munozirlashib baqsa qildim. Yana nurg'un boshqa shirkatlar bor. Masalan, Alma shirkati deydi yoki Facebook deydi. Bularning rasmiy halol haromligini qandoq nim qilamiz, qandoq fuqimiz.
Masalan, nurg'un odamlar balkim bu iPhone'larni ishlatib, xato yerlarga ishlatishi mumkin. Lekin yana nurg'un odamlar to'g'ri yerlarga ishlatishi mumkin. Masalan, islomni, musulmonlarni yaxshi taraflarga tashviq qilish degandek. Am, Masalan, Facebook'dami shunday tashviqlarni qilish mumkin. Andan keyin masalan, balkim har qandoq biz shunchalik halol degan shirkatlarnimi mayli mayli shu Turkiyaning halol degan shirkatlari bo'lsin yoki boshqa arab davlatlarining eng halol degan shirkatlarinimi balkim shulardimi shu Xitoylarning qo'llari bo'lishi mumkin. Xitoylar butun dunyoning har qanday bajaklarga mablag' soldi. Butun shu Turkiyaning shirkatlari qarab biqinglar. Shularning hammasida Xitoylarning qo'li bor. Masalan, bizning Avstraliyaninki shunday cho'ng shirkatlarning hammasida Xitoylarning qo'li bor. Xitoylar kontrol qilib olgan. Shunga o'xshash o'sha arablarniki har qanday shirkatlardami Xitoy shularga mablag' solib turib, shuningdan pul tepib, andan keyin askiyalarga ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa meningcha biz bunida hamdiylikqa buni hammasi bo'lmaydigan mablag' solmayli desak, xalqlar mablag' solyurdi. Bizning dushmanlarimiz boy bo'laverdi yoki boshqa millatlar boy bo'laverdi. Bizlar qolib qolamiz. Shunga meningcha eng oddiysi shu oddiylar asosan nima qilib, shu shirkatniki o'ziniki mahsulotlari o'zi harom bo'lmaslar, masalan, yo aroq, tamaka, shular degandek harom narsalar bo'lmaslar, meningcha uni mablag' solsak bo'ldi deb qarayman. Bu mening o'zimniki shaxsiy fikrim. Agar bunida boshqa o'limalar, yaxshi bilimdor, ilmdor qarindoshlarimiz bunida manga o'xshamaydigan ko'z qarashlari bo'lsa, manga mush tarafdan sal-pal bilim bersanglar, men bu yaxshi bilib olsam yoki men bilan aloqalashib, yo bo'lmasa shu videolarniki ostiga so'z qoldirib qilsanglar bo'ldi. Men bu degan naq maydonni undaq uzun qilg'im yo'q, shunchalik qilay. Birinchi qitim ozroq qilib tajriba yakunlab oldim. Bundan keyin agar shunaqa tuyuqsiz biror ishlar bo'lib qolsa, naq maydon qilib bering deb desanglar mayli, shunaqa qilamiz. Hamsa bo'lgan ishlar olsun. Allohga emanet. Keyin ko'rishaylik.